Assalomu alaykum. Videoni o'tkazib bormasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men shunchaki eringizni tug'ilgan yili, kuni, oyi va o'zingizni tug'ilgan yilingiz, kuningiz, oyingiz bilan 2026-yildagi, xohlasangiz 27-yildagi o'g'il oylarini 1 minutda mana shu ikkita kalendar bilan chiqarib olishni men sizga o'rgatib o'taman. Buning uchun videoga like bosib, kommentga o'zingizni yaxshi tilaklaringizni yozib keting, chunki qanchalik ko'p insonlarga foydam tegsa, men shunaqa metodikalarni doimiy ravishda berib boraman. Bu kimlar uchun? Bu umumiy hisobda 1, 2, 3, 4 nafar qizi borlar uchun eng yaxshi metodikalardan biri. Mana ko'ryapsiz, mana bu joydagi ayollar hammasi men bilan birgalikda reja qilib natijaga chiqib kelayotgan ayollar. Bu yoqqa hammasi ham kiritilmagan. Bu oxirgi oylar ichidagi. Demak, videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Juda ko'p ayollar menga yozadi, qaranglar, birinchi bo'lib ixlos qiling. Avvalo Alloh bizni sababini qilishga buyurilganmiz. Qiling sababini, umidingizni hech qachon uzmang. Mana qarang, menda qancha ayollar natijaga chiqqan. Mana shu ayollarni har bittasini men 4 qizdan keyin erkak va ayol yillarini, farzandlari soni hammasini olib men murakkab usulda taqvim qilib berganman. Mana 2025 noyabrda yozyaptilar. Mana yaqinda yozib rasmlarni yubordilar o'g'ilchalarni. Bu o'g'ilchamizda 4 qizdan keyin tug'ilgan. Ko'ryapsizmi? Juda ko'pchilik menga yozadi, "Menda o'g'il bo'larmikin, bo'lmasmikin? Erim tinimsiz o'g'il so'raveradi. O'g'il kerak" deb. Avvalo Alloh, biz O'rta Osiyo mintaqalarida yashaymiz. O'g'il farzand bizda erkaklar uchun juda muhim. Sababi erkakning nomi, nasl nasabi bizda aynan o'g'il farzandlar orqali davom etadi. Shuning uchun eringiz faqat o'g'il farzand xohlasa, xafa bo'lib, tushkunlikka tushib, "Men o'g'il tug'a olmayman" deb o'tirmang, deb prosta sababini qiling. Bo'ldi, natijani Allohga topshirib qo'ying. Nima deyilgan? Sababini qiling va Allohdan chiroyli niyat bilan so'rang deyilgan. Bu video oldingizdan bekorga chiqmadi. Demak, mana shu aynan sizga sababi bo'lishi mumkin. Demak, bu mijozlarim natijalarini nima uchun ko'rsatyapman? Sababi chin qalbdan niyat bilan, ixlos bilan, yaxshi niyatlar bilan qarang. Mana 4 nafar qizi bor mijozim o'zlari yozyaptilar. Katta rahmat, o'g'limning rasmi juda ko'plarga maqtab sizni tavsiya qilyapman, polvoncham katta bo'lyapti. Mana shu mijozimdan aytdim 4 ta qizdan keyin. Bu mijozim bo'lsa mana hamma yozishmalar qizlar 100% otsiflarni qo'yaman. Odamlar o'ylanib o'tiraveradi. Bu mijozlarim avvalo Alloh, opa men sababini qilishga tayyorman deb keladi. Qaranglar. Assalomu alaykum. 3 ta qizim bor, 4-inchisiga homiladorman deb kelganlar menga. Homila tushib qolgan. Keyin qaynonalari tavsiya qilib, meni guruhimdan taqvim olib, mana taqvimlar hammasi mana tavsiyalar berganman, to'liqligicha oxiri yozyaptilar. Nima deb yozyaptilar? Birinchi bo'lib men bu yerda yozganlarni qaranglar-da. Aloqalar qilganlar, bu joyda testda chiqdi mana homiladorlik fevral oyida. Endi nima deb yozyaptilar? Assalomu alaykum. Bugun uziga tushgandim. Mana birinchi bo'lib uzida 7-aprel kuni 11-12 haftalikda qizga o'xshayapti degan. Uzi adashadimi deb meni juda ko'pchilik shu savol bilan bezovta qiladi. Mana 12 haftada qiz degan. 13 haftada nima deyilyapti? Mana qaranglar, 13 haftada yozayotgan javoblari. Assalomu alaykum, skriningga tushgandim. Allohimga ming qatra shukrlar bo'lsin sizni sababchi qilib berganiga. Quvonchim ichimga sig'mayapti. 12-13 haftalik bo'libmiz. Malchik dedi, ilohim oxiridan suyuntirsin. Mana 3 ta qiz bor, bitta homila tushgan. 5-homilaga tayyorgarlik qilganmiz, o'sha o'g'il bola javobi berildi. Yana bitta mijozim mana yaqinda iyun oyida yozyaptilar. Assalomu alaykum, opaginam, sog' salomatmisiz? Mana shuncha yozishmalar bor-da. Shunda ham opa, reja qilsa bo'ladimi? Iloji bormikan buni deb yozishadi. Qaranglar, mana osmondonmi ham mana to'liq biz sababini qilib chiqqanmiz bu chatda. Hamma yozishmalar turib, oxiri yozyaptilar. 13 hafta 3 kunlik bo'libmiz. Bolajonimning holati yaxshi ekan. Opajon tabriklang, Allohimning mukofoti va siz sabab bolajonimni o'g'ilcha dedi. Rahmat kattakon opajon, nasib bo'lsa eson-omon qo'limga olsam sizga suratini tashiyman deyaptilar. 3 ta qizim bor, 4-farzand inshaalloh, bitta homila tushgan. Mana bu mijozimda ham 4 nafar qizi bor mijozim. Mana 100% o'g'il degandi 12 haftada, 11 haftada qiz degan bo'ladi ham ko'ryapsizmi? 4 ta qizi bor klientni, 5-homilasini o'zi qiz degan. Mana 4 ta qizdan keyin
o'zi qiz degandi, lekin o'g'il tug'ildi. Mana shu polvonchamiz 4 ta qizdan keyin katta qilib kelyaptilar. Menga har doim rahmat etib rasmlarni yuboradilar. Mana bu mijozim ham qaranglar, mana tepada hamma yozishmalar turibdi. 2024 dan boshladilar, o'tiraveradi, o'g'loyi yo'qmi, chiqadimi yo'qmi, mana 24 dan boshladilar harakat. Mana oxirida nima bo'ldi? Mana niyatga yetib 1-2 yil ichida уже o'g'il tug'dilar, bo'ldi. Mana o'g'il farzand. 4 ta qizdan keyin o'g'il. Mana yozyaptilar, nechta qizingiz bor deb so'ragan bo'lishim kerak. Mana tepada yozgan bo'lsalar kerak, hozir sizlar ko'ramiz. Ma'lumotlariga kiramiz. Mana 4 ta qiz yillarni yozib berganlar. 4 ta qizlari bor, ko'ryapsizmi? Mana shunday. Hozir sizlar bilan ham biz sababini qilamiz. Ixlos bilan, yaxshi niyat bilan qarab sababini qilish kerak. Demak, hozir birinchi bo'lib sizga ko'rsatgan kalendarimni ochib olamiz. Bu kalendar ham mashhur kalendarlardan biri. Men bu joyda erkakni olib hisob-kitob qilib bermoqchiman. Birinchi bo'lib erkakni hozirgi yildagi yoshini chiqaramiz. Siz o'zingizni eringizni yozing. 1990-yil 2-iyun. Bu erkakni bu yildagi yoshi necha yosh bo'ladi? Mana bu joyga ma'lumot yozamiz. Bu joyga plus minus qo'yib o'g'il qizni belgilaymiz. Demak, erkak ota 2026-yilda 36 yosh deb olinadi. Bu taqvim uchun esa ota yilni ikkinchi yarmiga o'tmasdan birinchi yarmi, ya'ni birinchi 6 oylikda tug'ilganligi uchun bu otani yoshiga plus 1 yosh qo'shiladi. Hammasida har xilda tug'ilgan va oyiga ham qaraydi. Va otani shunda biz 37 yoshga endi tug'ilgan deb olamiz. Ayol yoshi bunga kerak emas. Ayoldan bunda foydalanmaymiz. Keyingi metodikada foydalanamiz. Qarang, siz o'zingizni eringizni chiqarib oling. Demak, 37 yosh. 37 yosh bo'lsa, mana bu kalendarda ko'rib chiqamiz. 37 yosh erkakda 6, 8, 9-oylar qizga kelyapti. Qizga kelayotgan oylarni beradi. Bu qiz oy juda ko'pda bu kalendarda. Mana ko'ryapsizlar, 6, 8, 9. 6 o'chirib tashlaymiz bularni variantdan. 8, 9. Bizda qaysilar qoldi? 7, 10, 11, 12, ya'ni iyul, oktyabr, noyabr, dekabr oylari qoldi. Endi bu bitta usulda ko'rdik. Ikkinchi usulda ko'ramiz. Otani tug'ilgan oyi 6 iyun oyi, onaniki esa yanvar. Ikkalasini endi ikkinchi kalendarda birlashtiramiz. 6 va 1. Ko'rdingiz, mana 10 chiqdi. 10 chiqqan. Otaning yoshi 36 yosh 2026-yilda, onaning yoshi 95-yil yanvarda 31, lekin bu kalendar uchun 32 yosh deb olinadi. Otaning yoshi 36ligicha qoladi. Ikkalasi ham oxiri juft bilan tugayotganligi uchun 2 raqami qo'shiladi, ya'ni 12 raqami chiqadi bizda. Oxirida chiqayotgan raqam 12. Endi bu kalendarda ko'ramiz, 12da 6-oydan davomga ko'ramiz. 7 o'g'il chiqyapti, 10 o'g'il chiqyapti, 11 chiqyapti. 7, 10, 11. 7, 10, 11. 12 o'chib ketdi. Ko'rdingizmi, bu xotinda mana shu 6, 7 oyning ichidan 3 oy o'g'ilga kelyapti. Hozircha 2 ta usulda. 3 oy o'g'ilga chiqdi. Iyul, oktyabr va noyabr oylari. Men nima qilaman? Telegramda mijozlar bilan ishlaganda men hisob-kitob, murakkab hisob-kitob qilaman va bu 3 ta oydan yo bittasi qoladi yoki ikkitasi qoladi. Yoki qolmasligi ham mumkin. Chunki men usul qo'shaveraman. Hamma usul o'g'ilga tasdiqlab chiqsagina o'g'il oyini beraman. Shuning uchun ham 4 ta qizdan keyin o'g'il tug'ishyapti. 5 ta, 6 ta, eng ko'pi 11-homilaga o'g'il tug'gan mijozim bor. Ko'ryapsizmi? Siz ham xuddi shunday o'zingiznikini hisob-kitob qilasiz, lekin men siz bilan opajon sababini qilmoqchiman. Men sababini qilishga tayyorman. Natijalaringizni ko'rdim, men ham havas qilib kelyapman deydigan klientlar bo'lsa, mijozlarim, menga Telegram orqali o'tib bog'lanishingiz mumkin. Ilohim, mana shunaqa chiroyli natijalar hammangizga nasib qilsin. Videoni tagiga, izohlarga o'zingizning ma'lumotlaringizni yozib keting. Qiziqish uchun kelasi videolarda balki tanlab olishim mumkin. Lekin murakkab hisob-kitob va aynan eringiz va sizning yillaringiz bilan tuziladigan murakkab tahlilli taqvim xohlasangiz, Telegram orqali o'tib menga murojaat qilib to'liq taqvim bilan tanishib chiqishingiz mumkin.